3 var oydu. Koreya orzular shahri emas. 5 ga harakat yo'q. Voy gap kelyapti o'zi. Lojitech treni bilan ishlaydiganlar yozib ketaymi? Assalomu alaykum hammaga. Hali hech kim qilmagan kontent yangicha yo'nalishda sizlar uchun Koreyada birinchi bo'lib podkast intervyuimiz. Tomosha qilinglar, like bosib qo'yinglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Aytmoqchi, bizda homiy yo'q. Bugungi o'zimizni O'zbekistondan olib kelgan o'zimiz 110 choy. Nega bo'lsa yozib olinglar. Bugungi suhbatlashadigan blogerimiz men va Koreya nikoh ostida ijod qiladigan blogerimiz Baxtiyor Ataxonov. 别墅里面敞开，水池里面引龙。 Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Mavlonbek. Avvalambor hammaga salom. Men va Koreya nikoh ostida ijod qilamiz. Tanishganman o'shami? Aka, sizga savollar beraman, shularga javob berib ketaverasiz bitta-bitta. O'zbekistonning o'zi qayerdansiz? Kelib chiqishim shu O'zbekiston Namangan viloyati, shu Mulugino qishlog'idanman. Koreyaga kelganingizga qancha bo'ldi? Xudo xolasa 1 yil bo'ladi. Bahorda fevral oyida kirib kelganman Koreyaga. Koreyaga birinchi kelganingizda nima ishlar qilgansiz? Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Shular to'g'risida ham ozgina ma'lumot berib keting. Bahor oyida, fevral oyida kirib kelganman Koreyaga. Birinchi kelganimda shu yil qatori Koreyaga chiqardik. Sir bo'lmasa qaysi tekkaga chiqasiz aka? Lojitech treni bilan ishlaydiganlar yozib ketaymi? Like bosib qo'yinglar. Mana Lojitech bilan ishlaganman. Koreyaga nima va kim sabab kelib qolgansiz? Koreyaga o'tgan yili bahorgi semestrda shu oshnam Koreyaga kelgan. Suni ham aytib o'tganman, manzara. U kelgan, короче, videolarni tashlayapti. Aslan to'g'ri, men ham borim kelib qoldi. Oshnam bosdi ham. O'qidim. 4 oyda topikka oldim. Eng qizig'i topikga hech qanday sertifikatim yo'q. Bank счет qo'yib kelganman bankka. Demak, hali topik yo'q, o'zi bank счет qo'yib bank счет tavakkal, shuni bank счет qo'ydim. 8 oy deganda Koreyaga kirib keldimda. Hozirgi holatingiz qanaqa? O'zingiz yo'lingizni topib ketdingizmi va Koreyada nima ish qilyapsiz hozirgi paytda? Olgu sohasida ishlayman. O'zbek tilida, o'zbekchada buzish uylari, akalar bor, shular bilan ardoshni qo'llab-quvvatlash turibdi. Qancha topasiz kuniga? Aytamizmi? Yo'q, uni aytaman. 3000 bor oyiga. Qayda? Koreyada. Qaysi yerda? Hammaga beriladigan savol. Koreyaga kelganingizga afsuslanasizmi? Boshida afsuslanganman. Hozir Allohga shukr yaxshi. Yangi kelayotganlarga nima maslahat berasiz? Nimalarga tayyor bo'lib keldingiz? Nimalarni o'rganib keldingiz Koreyaga kelishdan oldin? Boshida shu qiyin bo'ladi Koreyaga moslashish, muhitga o'rganish, stress ko'p bo'ladi. Birinchi o'rinda tilni o'rganib kelinglar deyman. Hech bo'lmaganda topikka olib kelinglar deb maslahat beraman. Endi o'zini yo'lini topib ketsa bo'ladi. Ha, shunaqa. IELTS bilan keladiganlarga nima deysiz? IELTS bilan kelmoqchi bo'lganlarga ko'pchilik so'raydi-da. IELTS bilan keladiganlar ancha qiynalib qoladi. Chunki bizda davlat tili koreys tili-ku, ingliz tilini tashqi 70% bilmaydi. 80% sayt qiladi. Kelajakdagi rejalar qanaqa aka? Shu kelajakda Xudo xolasa o'qishni bitirib, o'zimizda yaxshi kadr bo'lib, O'zbekistonga borib, yaxshi F5 ga harakat yo'q. o'ylab ko'ramiz. Sizlar bilan suhbatimiz tugatib qo'yish kerak endi. Hammaga rahmat. Bugungi blogerimiz men va Koreya akkauntida ijod qiladigan blogerimiz Baxtiyor akamiz bo'ldi. Keyingi safar qaysi bloger chiqishini, qaysi blogerni taklif qilishimizni xohlaysizlar? Kommentariyada atletga qilib ketinglar. Like bosib, kommentariy yozib, Abdushev Hammaga rahmat. rahmat. Endi